Assalomu alaykum. Hozir biz Google Sheets'da tablitsa yaratishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Google akkauntimizga kirib olamiz va u yerdan Google Drive'ga, ya'ni diskka kirib boramiz. So'ngra chap tomonda turgan rus tilida создать, agar sizda ingliz tilida bo'lsa new ni bosib, u yerdan Google Sheets'ni topamiz va ichiga kirgandan so'ng tablitsa o'zi kelib chiqadi va u yerga o'zlaringga kerak bo'lgan ma'lumotlaringizni yozishingiz mumkin. Uni agar birovga ulashmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi o'ng tomonga Publish tugmasiga bosamiz. So'ngra u yerda link chiqadi. O'sha linkni kopировать qilib do'stingizga ulashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, u yerda ko'rganingizdek qulflanib turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni birov sizni silkingizdan ham tashlay olmaydi. Va siz ekranda ko'rsatib borganimdek ma'lumotlarni to'g'rilasangiz, siz do'stingizga ulashishingiz mumkin. Va yana bitta narsa, agar birov sizni tablitsangizni ko'rib, o'zidan yozmoqchi bo'lib, redaktirovat qilmoqchi bo'lsa, u yerdagi owner so'zini redaktorga o'zgartirib qo'yishingiz kerak. Shu bilan silkani kopировать qilib turib, do'stingizga ulashishingiz mumkin.